Barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan o'sha Energy'da Turkiya qilib berganlar uchun kattakon rahmat. Bunga videoda oldimda turgan Granny bilan biz ajoyib video olamiz. Xullas, mana shu orqamdagi uydan qochib ketishimiz kerak bo'ladi. Avval bu uydan qanday qilib qochishimizni ekranlarda ko'rib turasizlar. Ya'ni bosqichma-bosqich qanday qilib o'tishimizni hozir sizlarga ko'rsataman. Xullas, rejamiz bunday. Avval ikkita tayoqcha topishimiz kerak, keyin esa 3 ta temir va o'shundan bolta yasab bu yerdan qochib ketishimiz kerak bo'ladi. Bolta nima kerak deysizmi? Albatta bu yerdan qochib ketish uchun. Va mana o'zlaringiz ko'rib turganlaringdek biz aynan mana shunday yo'llar bilan qochib ketishimiz kerak bo'ladi. Va Granny akamiz qo'lidagi mana toshli tapor bilan o'ldirish kerak bo'ladi. Ko'rsatib qo'y toshli taporni. Mana shu tapor bilan bizni o'ldirishga harakat qiladi. Xullas, biz bu yerdan taporni olib qochib ketishimiz kerak bo'ladi. Biz qayerdadir foyda bo'ldik. Endi Granny ham qimlab ketadi. Biz endi temir topib bu yerdan qochib ketishimiz. Yana bitta temir topdik bo'ldi. Uje spawnda bitta temir bor ekan. Biz 3 ta temir topishimiz kerak va tapor yasab qochib ketishimiz kerak bo'ladi. Hop, Grannyni hozircha men ko'rmayapman. Menimcha mana shu atroflarda bo'lsa kerak bo'ldi. Hop, sekin poylaymiz. Yerda turibdi. Meni ko'rmaydi, juda ham uzoqlik qiladi unga ko'rishga. Uni oldida ham bitta temir bor bo'ldi. Yuguryapti bola, meni ko'rdi. Qoch. Qoch to'salik kesin. O yerda bekinadigan joyi bor. Kel. Keldi. Yo'q, hozir qochmasam u meni tutadi. Yana bitta temir topdik, bu yaxshi. Ana men aytgan bekinadigan joy. Endi u sirasi yig'ilib bola orqamda ekan menimcha. O bola meni ko'rmasin chiqib. Bola men bu yerda anchadan beri turibman, lekin mana Granny AFK bo'lib qoldi. Bilmadim nimaga AFK bo'lib qoldi, turibdi. Bu yerdan qilmayapti. Qimlab ketdi. O bola ketyapti. Hop, spawnda, ya'ni men boshda salomlashgan joyimda ham bitta temir bor edi, adashmasam. Bosh kerak. Nimani ovoz edi? Mayli bola, unga chalg'imiz va Grannyni orqasidan ketamiz. To'g'rirog'i uni orqasidan ketmasak bo'lmaydi. Sababi u Granny turgan joyda bitta jeleza bor, ya'ni temir bor. O'shni olib turib biz tapor yasasak bo'ladi. Chunki o'sha ikkitani topdik. Ko'rmay qoldim men uni. Ketdi bola, ko'rmadi meni. Hop. Mana yerda yuribdi, gulxon oldida yuribdi, nikidan sekin ko'rmaslik kerak. Hozir bitta xiyla ishlatamiz. Agar o'xshasa, bu yoqqa kelganda ko'rdi meni bu yerdan qochish kerak. Ko'rmabdi. Qanday ko'rmasligi mumkin? Qaysi ko'r odam buni ko'rmasligi mumkin? Nimagadir turib qoldi, o'tiryapti. Nimaga o'tiryapti? Shu pastga tushdi, yaxshi. Pastga garangmi nima qarorini o'zgartiryapti, pastga tushmoqchi eding-ku. Yugurmasang hozir o'lasan. Bu yaxshi, meni ko'rib qolgan yaxshi. Uni aldab pastga tushirib kelsak bo'ladi. To'g'ri, o'zimiz pastga tushsak bo'ladi bola. U kelyapti. Siz hali temir topmasam, menimcha kulimga maymunlar yig'lasa kerak. Qolaversa Granny ham yig'laydi. Shuning uchun tezroq qilishimiz kerak. Ana bola, men aytgandim-ki, itarvordi meni. Meni krisi. Yo'q, okey, qochdi ketdi. Temir oldi, yaxshi. Bu yerda surib olmasak bo'lmaydi. Va biz birinchi missiyani ham bajardik bola. Hali ham kelyapti bu. Yo'q, hozir qochmasak, lekin boltasi bilan urib tashlasa, lekin hozir juda ham yomon bo'ladi. Qayergadir qochish kerak. Yoki yana o'sha bekinadigan joyga qochishamikin. Lekin bu yerga qochishdan boshqa ilojimiz yo'q, chunki u bizni ko'rib qolgan. Mayli bolalar, nima ham qilardik. Va mana o'sha joyga ham kelib oldik. Nimalar qilyapman? Yo'q, yaxshi. Okay, let's go bolalar. Uni kelishini kutamiz va ketgan orqasidan yomon ishlarni bajaramiz. Kelmayapti. Kelyapti, yaxshi. Okay, pastga tushib ket. Tepaga chiqib qolaman. Iltimos, yaxshi, malades, mujik ekan. Endi bola pastga tushib, ikkita tayoqchani topishimiz kerak bo'ladi. Va ikkinchi missiyani ham bajarib olsangiz juda ham ajoyib bo'ladi, lekin men u tayoqchani qayerdan topaman? U paytda pastga tushadigan joy bor, o'ylab qarasak. Stop. Nima? Versak ekan bola. Bu ham tapor yasashga kerak bo'ladi, ajoyib bola. Ana yerda qanaqadir sandiq bor. Ikkita tayoqchani topdik va sirraz tapor yasab olamiz bola. Let's go. Birdaniga 3 ta missiyani bajarib oldik. Endi Granny kelishini kutamiz. U tepadan pastga tushganda yoqqa ketadi va men sirraz tepaga chiqib qolaman bola. Menimcha do'xiyonog'i ham ishlasa kerak.
va bola uni kutishga majburmiz. Qachondir keladi, qachondir kelmaydi. Kelib qolishi kerak, u tepalarda yuribdi hozir. Bola kelyapti, chunki men uni nikini ko'rdim. Yoqqa ketish kerak, ket, o'sha yoqqa ket, iltimos. Va biz sekin bu yoqqa yugurib ketamiz. To'xtanglar, meni ko'rsinda hozir. Juda ham uni lo'q qilamiz, bola. Ke. Ajoyib bola bizani ko'rdi. Ya'ni u bizani ko'rdi. Va biz uni oldidan ko'rib turganda alami kelish uchun ataylab ko'zini oldida qochib ketamiz. Albatta, baki. Qochib ketgan u ham ko'rsin bola, o'zi qochib ketmaymiz va bu yoqqa ana keldi. Va shapa yopib qo'yamiz. O'lib ket. Og'riq bormi, bratan? Og'riq bormi? O'lib ket deb basharangga ham aytdi. Bola va nihoyat mana shu Grenadadan qochib ketdik bola. O'zlaring ko'rib turganlaringdek kanalga obuna bo'ling va like bosib, keyingi video chiqishi uchun motivatsiya bo'lishi uchun kommentariy ham qoldiringlar bola. Sizlar bilan o'sha 13 bo'lgan video menimcha qiziq chiqdi.